Mana endi Maxeyev nomli mayonezimizni hozir limonim degani bor. Mana shunisini qo'shamiz. Buni joyiga boyagi boshqa turlari ham bor. Olmaligi bor, ta'm beradigan. Mana shularni qo'shsa ham bo'ladi. Endi biz limonim deganini ham bir nimadan o'tkazib ko'rmoqchimiz. Qanaqa chiqadi? Qo'shamiz hozir. Buni mana katta qovog'imizda hozir başta yarim qovoq nima bo'lyapti? Murshid ko'kamiz. Shuni qo'shib nima qilamiz? Keyin aralashtirib tayyor bo'ladi. Murshid ko'kamiz tayyor bo'ladi. Yarimdan ko'prog'ini qo'shsak juda yaxshi bo'ladi. Shirin chiqadi. Aralashtiramiz keyin. Qo'yamiz hozir. Aziz do'stlar, Murshid kaprizimiz mana tayyor bo'ldi. Endi buni bir ta'mini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Klass bo'lib chiqqan. Hozir mana shunday uy sharoitida mana shunday Murshid kaprizni tayyorlashni tavsiya qilamiz sizlarga. Like bosib podpisatsiya bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Qilingan ishga baho berib qo'ying. Kommentariyada yozishni esdan chiqmasin. Yana bir qoshiq qo'yamiz.